6 bab. Bir mezgilden keyin Hazreti İsa Galiliya köli, Tiberiya köli depmu atıldıgan kölünün o qıtığı ötdi. Zor bir top xalayıq onun kendinden egişip mağdı. Çünkü ula onun kesellerini saqaytqan möcüzlerini kögen idi. Hazreti İsa taqı çıkıp o yerde şagirdleri bilen billa olturdu. Bu Yahudilarning ötüp ketişi etiga az qalgan vaqt idi. Hazreti İsa beşini kötürüp, zor bir top xalayıqning özünün aldı kelivatqanligini körüp, Filip'tin "Şuncha köp odamni to'ydig'idek nonni nadin topamiz?" deb so'radi. Hazreti İsa bu so'zni uni sinash uchun aytgan edi. Amaliyotda qanday qilishni o'zi bilatdi. Filip javoban: "Hammaylarning bir burduning non yeyishi uchun 20 yillik kirimi yetmaydi," dedi. Shogirdlardan yana biri, ya'ni Simon Petrusning inisi Andal Hazreti İsa'ga: "Bu yerda bir kichik bola bo'lib, uningda 5 arpa non bilan 2 beliq bor. Lekin bunchavala odam uchun bu nimaga yetsin?" dedi. "Ko'pchilikni o'tirg'izinglar," dedi Hazreti İsa. U yer keng ketgan chimanzorlik edi. Xaloyiqning hammasi o'ltirdi. U yerdagi erlarning sonila 5000 boy edi. Hazreti İsa nallarni qo'liga ilib, Xudoga shukr etgandan keyin o'tirganlarga bo'lib berdi. Beliqlarni mu shunday qildi. Ko'pchilik xolgancha yedi. Hammaylan yeb to'yganda Hazreti İsa shogirdlarga: "Eshib qolganini yig'inglar, hech narsa zoyi bo'lmasin," dedi. Shuning bilan ular ko'pchilikning 5 arpa nondan yeb, eshib qolganini 12 sevatga to'ldirib yig'ib oldi. Xaloyiq Hazreti İsa'ning ko'rsatgan bu mo'jizasini ko'rib, dunyoga kelishini Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambar haqiqatan mushu ekan deyishdi. Hazreti İsa ularning o'zini İsraillarning podshoyi bo'lishga majburlaydiganligini bilib, ulardan ayrilib, qaytadan taqqa tanho chiqib ketdi. Kashqurun Hazreti İsa'ning shogirdlari ko'l bo'yiga kelishdi. Gerçi qorong'i tushib ketgan bo'lsa-mu, Hazreti İsa texcha ularning yeniga kelmagan edi. Shuning bilan ular bir kemiga o'ltirib, ko'lning u qetidagi Kapernaum shahriga qarab yo'l elishdi. Qattiq bo'ron chiqib, ko'lda do'lqin ko'tarilyotdi. Shogirdlar paloq urib, 4-5 chaqim yagichi bo'lgandan keyin Hazreti İsa'ning ko'l ustida mengib, kemiga yaqinlashayotganligini ko'rib, qo'qishib ketdi. Lekin Hazreti İsa ularga: "Qo'rqmanglar, bu men," dedi. Buning bilan ular Hazreti İsa'ni kemiga chiqishga undidi. U kemiga chiqqandan keyinla ular bormoqchi bo'lgan yeriga berib qoldi. Ikkinchi kuni ko'lning u qetida qolgan xaloyiq tunugungi kunda u yerda faqat birla kemning borligini, Hazreti İsa'ning o'z shogirdlari bilan billa u kemiga o'tamganligini, shogirdlarining yolg'iz ketganligini esiga oldi. Bir necha kema Tiberiya shahridan Hazreti İsa duo qilib, xaloyiqqa non taqtibaga yaga yaqin kelib to'xtadi. Hazreti İsa'ning va shogirdlarining u yerda emasligini bilgan xaloyiq u kemilarga o'ltirib, Kapernaum shahriga Hazreti İsa'ni izdigilmoqdi. Xaloyiq uni ko'lning u qetida topgandan keyin: "Ustoz, bu yerga qachon keldingiz?" deb so'rashdi. Hazreti İsa mundaq javob berdi: "Bilib qo'yinglarki, sizlar meni mo'jizalarimni ko'rib tushunganliginglar uchun emas, balki nonlardan xolgancha yeb to'yganliginglar uchun izladinglar. Biroq sizlar buziladigan oziqlik uchun emas, buzilmaydigan, mangulik hayotlik beradigan oziqlik uchun jon tikib ishlanglar. Buni sizlarga inson o'g'li o'zim beraman. Chunki mening bunday qilishimni Xudo otam tasdiqlagan." Ular: "Qanday qilganda
Xudoning xizmatida bo'la olamiz, deb so'rashdi. Xudoning xizmati Xudoning avatkiniga e'tiqod qilishdir, deb javob berdi Hazrati Ayso. Ular yana, siz qandoq mo'jiza yoritish bilan bizni o'zingizga ishondirsiz? Bizga nima qilib bermoqchisiz? Ajdodlarimiz cho'lda yurganda manna deb atalgan non yegan. Bu vaqtda Zaburda ularga arshdan tushirilgan non taqdim qildi deyilgan. Siz bizga nima taqdim qilmoqchisiz? deyishdi. Biroq Hazrati Ayso ularga mundaq dedi. Bilib qo'yinglarki, ajdodlaringlarga osmondan tushgan nonni Musa payg'ambar emas, balki Xudo otam bergan. Mana hozir sizlarga osmondan tushgan haqiqiy nonni Xudo otam beryotidi. Bu non arshdan tushgandir va butun dunyoga hayotlik berguchidir. Taqsir, hamisha bizga bundoq non berib turg'aysiz, deyishdi ular. Hazrati Ayso mundaq dedi. Hayotlik beradigan non o'zimdirman. Mening yenimga kelganlar hargiz osh qolmaydi. Manga e'tiqod qilganlar hech qachon usmaydi. Lekin sizlarga aytganimdek, sizlar meni ko'rgan bo'lsanglarmi, manga e'tiqod qilmayapsizlar. Xudo otam manga topshirganlarning hammasi mening yenimga keladi. Mening yenimga kelganlarni hargiz tashlab etmayman. Chunki men o'z irodamni emas, meni avatkuchining irodasini amalga oshirish uchun arshdan tushdim. Meni avatkuchining irodasi bo'lsa, uning menga topshirganligidan birini yo'qotmasligim. Shundaqla qiyomat kuni ularning hammasini tirildirib, mangulik hayotga erishtirishimdan iborat. Chunki mening otamning irodasi o'g'lini, ya'ni meni to'nigan va menga e'tiqod qilganlarning hammasini mangulik hayotga erishtirishdir. Men ularni qiyomat kuni tirildirib, mangulik hayotga erishtirman. Hazrati Ayso arshdan tushgan non o'zimdirman deganligi uchun Yahudilar uningga norozi bo'lib, g'o'dingishga boshladi. Bu Yusufning o'g'li Ayso emasmi? Otasinimi, onasinimi taniydigan tutsak, ya'ni qandoqlarcha arshdan tushdim deyalsin, deyishatdi ular. Manga g'o'dishmanglar, dedi Hazrati Ayso. Meni avatgan Xudo otam o'zi kishilarning qalbiga solmasa, ular mening yenimga kelamaydi. Mening yenimga kelgan kishilarni qiyomat kuni tirildirman. Payg'ambarlarning yozimlarida mundaq yozilgan. Ularning hammasiga Xudo tarafidan ta'lim berildi. Shunga otamning ta'limini anglagan va uningdan o'rgangan kishilar mening yenimga keladi. Bu otamni bir kishi ko'rgan deganlik emas. Otamni faqat uning yenidan kelguvchi menla ko'rgan. Bilib qo'yinglarki, menga e'tiqod qilganlar mangulik hayotga allaqachon erishgan bo'ladi. Hayotlik beradigan non o'zimdirman. Gerçi ajdodlaringlar cho'llarda manna yegan bo'lsa-mu, yanila o'ldi. Lekin arshdan tushgan shundoq bir non borki, uni yeganlar o'lmaydi. Arshdan tushgan hayotlik beradigan non o'zimdirman. Kim bu nondan yesa, mangu yashaydi. Bu non mening tenimdir. Men dunyodagi insonlar haqiqiy hayotga ega bo'lsin deb uni otmoqchi. Bu so'z bilan ular xafa bo'lishib, bu odam bizning yeyishimizga o'z tenini qandoq beralaydi, deyishib, talash tortish qilishga boshladi. Hazrati Ayso ularga mundaq dedi. Bilib qo'yinglarki, inson o'g'lining tenini yemiguncha va qinini ichmaguncha sizlarda mangulik hayotlik bo'lmaydi. Tenimni yegan va qinimni ichgan kishi mangulik hayotga erishgan bo'ladi. Men u kishini
qiyomat kuni tirildirman. Chunki tenim haqiqiy yemaklik, qenim bo'lsa haqiqiy ichimlikdir. Tenimni yegan va qenimni ichgan kishi menda yashaydi. Menmi uningda yashayman. Hayotlikning manbasi bo'lgan otam meni avatdi. Men uning bo'lganligidan yashayman. Shuningga o'xshash, mening tenimni yegan kishimi mening bo'lganligimdan yashaydi. Mana bu ashsin tushgan nondir. Ajdodlaringlar manna deb atalgan nonni yegan bo'lsa-mu o'ldi. Biroq bu nonni yeganlar bo'lsa mangu yashaydi. Hazreti Ayso bu so'zlarni Kapernaum shahridagi ibodatxonada ta'lim berganida aytgan edi. Nurg'un shogirdlar buni anglaganda bu ta'limni hazm qilish bek tez ekan. Buni kim qabul qila olsin deyishdi. Shogirdlarining qo'dinshig'inini bilgan Hazreti Ayso so'zlarim tishinglarga tegyotamdi. Mubodo inson o'g'lining asli kelgan joyi osmonga ko'tarilayotganligini ko'rsanglar, nima deysizlar? İnsonga hayotlik berguvchi Xudoning ruhidir. Bu ish insonning qo'lidan kelmaydi. Sizlarga aytgan so'zlarim Xudoning ruhidan kelgan bo'lib, u hayotlik taqdim qiladi. Lekin oranglarda e'tiqod qilmaganlarmi bor, dedi. Chunki Hazreti Ayso e'tiqod qilmaganlarni va o'ziga sotqinlik qilmoqchi bo'lgan kishining kim ekanligini burundan bilatdi. Men sizlarga dedim-ku, otam manga yaqinlashtirganlardan boshqa hech kim mening yenimga kelamaydi, dedi Hazreti Ayso yana qo'shimcha qilib. Buning bilan agashkuchilardan xeyli ko'pi chekinib chiqib, uningga agashmaydigan bo'ldi. Hazreti Ayso 12 shogirdidan, "Sizlar-chu, sizlarmi mendan ayrilmoqchimi?" deb so'radi. Simon Petrus mundaq javob qaytardi. "Hey Rabbim, menga hayotlik beradigan so'zlar faqat sizdala tutsa, biz kimning yeniga ketatdik? Ishonamiz va bilimizki, siz Xudo avatgan muqaddas bo'lg'uchisiz." Hazreti Ayso javoban, "Men sizlar 12larni tanladim. Biroq oranglarda biri shaytonning ilkididir," dedi. Hazreti Ayso Simonning o'g'li Yahuda Ishqariyotni demoqchi edi. Chunki Yahuda 12 shogirdning biri bo'lib turuqliq, keyin Hazreti Aysoga sotqinlik qiladi.